Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Kuninglar xayrli o'tib, tamam. Hop, bugun sizlar bilan Xudo xohlasa 3-darsimizni boshlaymiz. Va bugungi darsimizda bugun biz sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan narsa overview part, ya'ni overall o'tib kerak bo'ladi. Tak, oldingi darsimizda sizlar bilan introduction'ni paraphrase qanaqa yozishni o'rganib oldik. Endi bugun Xudo xohlasa overallga qanaqa overviewni qanaqa yozish kerakligini o'tamiz. Qisqacha overview degani nima degani? Bu o'zi xulosa degani. Ya'ni umumiy ko'zga ko'ringan yoki главные изменения описать qilishlik kerak bo'ladi. Qayerda o'sha main change'lar bo'lyapti. O'sish tushishlar qayerda bo'lyapti. Va bitta narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. Что overview yozayotganimizda biz nima qilmasligimiz kerak bo'ladi? Ya'ni iloji boricha numberlarni ishlata olmaymiz. Mumkin emas number or percentagelarni ishlata olmaymiz. Va o'sha boya aytgandek overallda nima qilamiz? Ya'ni umumiy izminiyani aytib berishimiz kerak bo'ladi va bu narsani har xil yo'llar bilan описать qilsak bo'ladi, ya'ni tasvirlab bersak bo'ladi. Shu narsani sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Tak, esingizda bo'lsa mana men grafikaga introduction partdan boshladik. Mana mana shu narsaga overviewdan ham boshlaymiz. Abzasni overview yozayotganimizda abzasdan nima qilamiz? Overall deb turib boshlaymiz va overall degani xulosa degani. Xulosa qilib aytganda yoki umumiy o'zgarish aytayotganda aytamiz. Va aytayotganda, что overall it's clear that it's evident that deb turib qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Ya'ni shunisi aniqki deb turib qo'shsak ham bo'ladi, yoki qo'shmasak ham bo'ladi. Bu как so'z ko'paytirishga ham yordam beradi agar so'zingizda kamroq bo'ladigan bo'lsa. Va overallda birinchi formada qanaqa bo'ladi? Ya'ni birinchi holatda biz sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu umumiy butun davrdagi, ya'ni 1980dan 2010-yilgacha bo'lgan davrda qaysi birini grafikasi tushib ketyapti va qaysi birini grafikasi ko'tarilib ketyapti. Va ahamiyat bersanglar, biz bu yerda nima qilamiz? Qaysi birini liniyasi ko'tarilayotgan tushayotganligini описать qilishimiz kerak bo'ladi. O'shani hisobiga, например, Art Gallery increased, Pavilion decreased deb turib aytolmaymiz. Nimaga? Chunki bu narsani o'zi ko'tarilib tushmayapti, ya'ni bularni ko'rsatkichlari ko'tarilib tushyapti. O'shani hisobiga обязательно nima qilamiz? Nomidonni ko'rsatkich degan so'zlarni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rsatkichlar degani nima degani? For example, the line of desa bo'ladi yokida the index of desa bo'ladi or the rate of desa ham bo'ladi. Rate of yokida the level. Agar ikkita narsani aytadi, ikkita yoki undan ko'p narsa aytadigan bo'lsangiz, unaqa обязательно hammasini oxiriga nima qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi? S qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aytamiz, the line of something yoki the index of something yoki the indexes of something and something deb turib aytib qo'yamiz. Va hozircha bilishimiz kerak bo'lgan narsalar bular o'sda tushdi degan so'zdan o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. O'sda tushdi degani nima degani? O'sda degani hamma biladigan so'zda, ya'ni bu increase bo'ladi yokida experience and upward trend ham bo'ladi. Ya'ni experience and upward trend degani bu, ya'ni o'sish trendini boshdan kechirdi degani, tushish degani bu уже decrease degani. Yokida aytsa ham bo'ladi, ya'ni experience desa bo'ladi yokida show desa ham bo'ladi. Showed a downward trend ham bo'ladi. Ya'ni bu уже tushish trendini boshdan kechirdi, ya'ni tushdi degan ma'noni bildiradi. Va boya aytganimdek, işte overallda bizda yillarni sizlar bilan yozib bera olmaymiz. O'shani hisobiga nima qilishimiz kerak? Davrlarni, ya'ni so'z tariqasida aytib berishimiz kerak. Bu bo'lishi mumkin, davr boshida, davr oxirida bo'lishi mumkin, davr o'rtasida bo'lishi mumkin yoki berilgan umumiy davrda bo'lishi mumkin. Tak, berilgan umumiy davrda degani, bu nima degani? Over the given period degani, bu berilgan umumiy davrda degani. Davr boshi, davr oxiri degani at the beginning yokida oxiri degani end bo'ladi of the period. At the beginning of the period bu davr boshi, at the end of the period bu davr oxiri. Hozir biz sizlar bilan nima qildik? Ya'ni overall yozishdan oldin birinchi overall nimaligini, nima yozish kerakligini va nimalar yozmaslik kerakligini o'rganib oldik va overallga kerakli bo'ladigan so'zlarni o'rganib chiqdik. Endi nima qilamiz? Mana shu narsani qo'yib beramiz. Ya'ni birinchisi har doimgidek nima qilamiz? Sodda shaklda yozib beramiz. Analiz qiladigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsanglar nima bo'lyapti bu yoqda? Tak. For example, Art Gallerydan boshlasak, 20% dan boshlanyapti va oxiriga kelib, o'sha nimada tugayapti? 9% da tugayapti. Bu degani, ya'ni umumiy davrda bunaqa ko'tarilgan tushganlariga ahamiyat bermaymiz. Ya'ni umumiysini taqqoslagan, ya'ni umumiysini analiz qilib berayotganmiz. Biz ayta olamiz, что berilgan umumiy davrda buni ko'rsatkichi tushib ketgan. Keyingisi pavilyonnikini ko'rayotgan bo'lsak, 22% da boshlanyapti va oxiriga kelib уже 30% da tugayapti. Bunda ayta olamiz, что bu umumiy davrda nima qilgan? Ko'tarilgan.
Keyingisi Peer'da 10% boshlanyapti va davr oxiriga kelib уже 25, ya'ni primерно 22% tugayapti. Bunda ham o'sish ko'tarilyapti, kuzatilyapti. Va keyingisi Festival 30% boshlanyapti va davr oxiriga kelib уже 27% tugayapti. Bunda qisman, ya'ni kichkina bo'lsa ham tushish kuzatilgan. Va shuni ayta olamizlar, что Art Gallery bilan Festival berilgan umumiy davrda nima qilgan ekan? Ya'ni tushish trendini boshdan kechirgan ekan, endi tushgan ekan, anaqa pavilyon bilan figir bo'lsa, bular nima qilgan, ko'tarilgan ekan. Bo'ldi, mana shu narsani aytib qo'ysak bo'ldi. Overall, aytsak bo'ladi, что shunisi aniqki, it is clear that deymiz, что the levels es qo'shyapmiz. Nimaga? Chunki biz bittada ikkita narsani aytyapmiz. The levels of art gallery and festival X set a downward trend. Yani aytamiz, it's clear that the levels of qolib ketibdi. The levels of art gallery and festival experience a downward trend. Xuddi shu vaqtda aytayotganimizda tak while ishlatsa ham bo'ladi yoki meanwhile ishlatsa ham bo'ladi. While xuddi shu vaqtda bo'lsa aytamiz, что the rates of yoki the indexes of nimaniki bo'lyapti? Pavilyon bilan and peer. Pavilyon bilan peer ko'rsatkichlari buni nima qilyapti? Ko'tarilyapti. Tak aytsak bo'ladi, что increase etsa bo'ladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsa bu yerda experience it, increase it, past form yozyapman. Nimaga past simple yozaman? Chunki bizga berilgan yillar 1980 2010-yil. Ya'ni bu davr уже past time hisoblanadi. Shu hisobiga grammatikada past simple ishlatamiz. Mana shu joyga ahamiyat beraylik. Agar уже 2025 dan tepa yillar berilgan bo'lsa, unaqada future ishlatamiz. Experience it, increase it va oxirida aytib qo'yamiz, что berilgan umumiy davrda deb turib aytib qo'yamiz. Over the given period deb turib aytib qo'yamiz. И вот shu bilan ko'rayotgan bo'lsangiz, overall partimizni biz nima qildik? Tugatib oldik. Bu narsa, ya'ni eng sodda ko'rinish hisoblanadi. Bitta o'qib chiqamiz. Что aytamiz? Overall it's clear that the levels of art gallery and festival experience a downward trend. Bo'ladi, tushish trendini boshdan kechirishdi. While xuddi shu vaqtda the rates of pavilion peer increased over the given period. Pavilion bilan peer bo'lsa nima qilgan? Ko'tarilgan, berilgan umumiy davrda deb turib aytib qo'yamiz. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ikkita liniyani aytib berdik. Xo'p, bu juda ham sodda shakli hisoblanadi, lekin buni ham yaxshi opisiya qilib bergan overallda, ya'ni ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, biz sizlar bilan darslarni qanaqa shaklda o'rganyapmiz, ya'ni birinchi bo'lib juda ham sodda shaklni o'rganib olamiz, sekin kuchaytirib ketamiz. Bu nimaga yordam beradi? Bu sizlarni o'zi umumiy bazalarni kuchaytirib berishga yordam beradi va yozayotganda nimani yozayotganini o'rganasizlar, ya'ni tupо просто как shablon qilib turib ko'chirib qo'ymaysizlar. Va o'zinglar ham bilasizlar, qanaqa holatda, qanaqa strukturada ishlatsanglar, qanaqa katta ball bo'ladimi, kam ball bo'ladimi. Mana shu narsani ham o'zinglar analiz qilishinglarga, ya'ni tushunib yozishinglarga, tushunib o'rganishinglarga juda ham kattakon yordam beradi. Shu hisobiga men hech kimga unaqa o'tmayman, что bitada 7,5 8 strukturani berib qo'yib tushuntirib bermayman. Bu juda ham katta xato bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa qilib 5,5 ni yozib turib, keyin etapni mana shu grafikani o'zini, mana shu sentence o'zini etapni kuchaytirib ketsa, bu hamma uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimizda mana shu narsa overall qanaqa yozish edi. Va endi sizlar ham harakat qilib ko'ringlar. Mana keyingi overall ikkinchi grafikaga va uchinchi grafikaga ham, mana uchinchi grafikaga ham yozib ko'rishga. Va o'sha nima qilamiz? Xudo xolasa keyingi darsda endi overall mana shu yozgan overallimizni kuchaytiramiz. Ya'ni qanaqa qilib boshqacharoq strukturada yozsa bo'ladi, qanaqa qilib там вот там active voice passive voice qilsa bo'ladimi, strukturalarni grammatikalarni kuchaytirgan holatda точныйroq turib opisiya qilib berishni o'rganamiz. Xo'p. Bugungi shular. Sog' va salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.